Nima uchun vitamin B3, ya'ni nikotinik kislotani gipervitaminozida yuzda qizarish, giperglikemiya va giperurikemiya kelib chiqadi? Yuzda qizarish effekti bu makrofaglar, ya'ni Langerhans hujayralari bilan bog'liq. Nikotinik asid G109A retseptorlari orqali makrofaglar ichiga kiradi va fosfolipaza A ni aktivlaydi. Fosfolipaza A o'z navbatida lipidlarni parchalab, arachidon kislotani hosil qiladi. Arachidon kislota sikloksigenaza 1-2 yordamida parchalanib, prostaglandin E2 ni hosil qiladi. Prostaglandin E2 arteriya kapillyarlarda vasodilatatsiyaga, ya'ni ularning kengayishiga sabab bo'ladi va bu qizarish effektini beradi. Endi nimaga bu yerda glukoza ortib ketadi? Pankreatik beta hujayralar alfa-2 retseptorlari bilan ta'minlangan bo'lib, bu beta hujayralardagi alfa-2 retseptorlar nikotin kislota orqali aktivlanishi mumkin va bu o'z navbatida insulinni kamayishiga olib keladi. Insulin kamaysa, glyukoliz kamayadi va glyukoza ortib ketadi. Ortgan glyukoza organizmda ATF va AMF miqdorini oshiradi. ATF, AMF ortishi oraliq siklik reaksiyalar orqali motivinani ortishiga sabab bo'ladi va bu podagra kasalligiga ham olib kelishi mumkin.